Nega O'zbekiston tomchilatib sug'orish tizimiga o'tmoqda? Buning 3 ta sababi bor. Birinchi sabab tashqi bog'liqlik. O'zbekistondagi suv resurslarining qariyb 80% qo'shni davlatlar hududida shakllanadi. Global iqlim o'zgarishi esa daryolarimiz suvini ham yildan yilga kamaytirmoqda. Ikkinchi sabab ichki isrofgarchilik. Egatlab sug'orish usulida qimmatli suvning 40% dan ortig'i yerga singib, bug'lanib behuda yo'qolmoqda. Bunga yechim bormi? Albatta. Bu tomchilatib sug'orish texnologiyasi. Ushbu tizim suvni to'g'ridan to'g'ri o'simlikning ildiziga kerakli miqdorda yetkazadi. Natijada suv isrofi 0 ga teng bo'ladi. Suv 50% gacha tejaladi, hosildorlik esa 30% ga oshadi. Uchinchi sabab davlat subsidiyasi. Tomchilatib sug'orish texnologiyasini o'rnatish fermer uchun ortiqcha xarajat emas, chunki davlat xarajatlarni qoplab beradi. Jarayon esa juda oddiy. Texnologiyani o'rnatasiz, davlatga ariza topshirasiz. Ariza tasdiqlangach, xarajatlaringiz davlat tomonidan qoplanadi.